Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Dorixonami? Ha, apteka. Yo'q, uzr. Men dorixonada o'ylayman. Uzoqdan qaragim, uzr. Nima farqi bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka yurasizmi? Kenezi eshitmasin yuraman. O'zingizdan ekansiz. Xizmat etaman, xizmat. 100 soatga. Xo'p, Qancha bo'ladi? qancha berasiz? 5000. 5000? Ha. Yana 5 qo'shing 10000 bo'ladi. Yo'q, aka 5000 u har kun ketaman u. 10000 bering, yaxshi yigit ekansiz. 5000. Birovga boshqalarga bo'lsa 15 derdim. 5000 aka kayfiyat o'ldirib, Yaxshi yigit kayfiyatda ekansiz. boshlandi-yu. Ha 9 bering. 5000 aka. 8 berasizmi? 5000. 7. 5000. 6. 5000. Hozir benzinni ko'ryapsiz-ku. Benzinning narxini ko'rib turibsiz. Ukajon, yaxshi yigit ekansiz. Hozir kayfiyatim yaxshi paytda keldingiz. Iltimos. Aka, benzin aloqasi bor. Benzin narxi juda qimmatga tushyapti Aka, bizga. mana kecha ham 5000 ga ketdim-ku men. Benzin yana shu kecha ko'tarildi. Men Xolasangiz olib boraman. Bir kun. Benzin 5000 beraman aka. benzinning ahvolini ko'rib turibsiz-ku, ukajon. Benzinni 1000 so'mga talashmang. Benzinni ko'rib. 1000 so'mga oshmagan-ku. O'tiring. 5000 ber, maylimi? O'tiring, 6000 berasiz, o'tiring. O'tiring. Yaxshi yigit ekansiz, boshqa. 6000 ga roziman. Aha. Lekin tushayotganda 5000 beraman. Aksiyachi ekansiz. 6000 berasiz. Mana, ketdi. Tur. Narsa hidi kelyapti. Ha, metanni hidi to'xtaganda ko'tariladi. Hozir yursak ketadi o'tib. Hozir metanda bu. Benzin nima aloqasi bor? Odam bormi? Chiroqdan keluvdik. Chiroqdan keldik deyman, qarzinglar ko'payib ketibdi. To'laylar bo'lmasa, chirog'inglarni ham o'zinglarni ham o'chirib ketamiz. Xo'p, odam yo'q uyda shu cho'chini aylanayotishini qarang. Siz meni siz chaqirdingizmi? Qani, rahmat. Sizni biz chaqirgandik. Chiroq pul to'lab qo'ying. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sergeliga olib borib qo'yamizmi? Sergeligami? Boshqa joyga olib borsammi meni? Yo'q. Bo'ldi. Uyingizni ham ko'rib olar ekanmiz-da. Nech pul? Nech pul deysiz o'zingiz? Turing. Keyin ham olib borib qo'yaraman, xohlasangiz. Xo'p, mayli. Bo'ladimi? Tog'a, keling. Nech pul deyapti? Ketingga olib qo'ying. Baraka topib, duo talab. Haydovchilarimizdan baraka top, umringdan baraka top o'g'lim. Hayda. Qizim, bu amakilaringdan bir yaxshi mashinaga chiqarib ol, qo'yib ketyapti. Xo'p. Ketmaydimi bu? Hayda Bu ketmaydimi bu qiz? Qaysi bir kun ketadi, nima deysan? Bir. Spirit. Tampon. Narkoz. Doktor, menga narkoz qilsangiz, men uxlab qolsam, sizga kim yordam beradi? Yaxshi eslatdingiz. Hozir yordam topib keling, shoshmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, qayerga ekan? Taksimi aka? Ha, taksi.
Aka men Andijondan kelyapman, birinchi marta kelishim Toshkentga. Xush kelibsiz mehmon, xush kelibsiz. Ana shu Toshkentda hali kinoda, televizorda ko'rsatgan joylari bor-ku. Aha. Ana shular hammasini bitta aylantirib kelsangiz qancha bo'ladi? Men tushundim sizni. Toshkentda diqqatga sazovor joylarni Ha, shuni ha. aylantirib ko'rsataman. Hammasiga olib borasizmi? Hammasiga boraman. 50 ming so'm bo'ladi. 50 ming? 50 ming bo'ladi sizdan. Aka 5 ming pulim bor. 5 ming. Birinchi marta kelishim aka Toshkentga. Ha, o'tiring, mayli. Maylimi? Mayli, o'tiring. O'tiring. Yangimi aka mashinangiz? Ha, mashina yangi. Yili nechi buni? Shu yilgi mashina bu. Men tog'amda ham bor, oqidan bor. Bo'ldi. Ha, sizga diqqatga sazovor joylar ko'rsatishim kerak, ha? To'ting, hozir bir minut. Taqiyotmang. Shedan ko'rsataman. O'ng tomonda mehmonxona, eng mashhur mehmonxonalar. Haligi Ha. O'zbekiston mehmonxonasi. To'g'riga qarang, ana, teleminora. Endi sizdan shu 5 ming so'm bo'ladi. 5 ming? Bo'lmaydi. Yani shu pulingizga yarasha xizmatda